Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Biz bugün ruhimizni paklaşdan kündün kunga yiroqlashgan holda yashayapmiz. Qur'on Karim anglash va Allohning so'zlari haqida mulohiza elib berish, anglab ko'ngan kishilarga oson kelishi mumkin. Shar'iy ilmlarni o'rganishmi, uningga qiziqadigan kishilarga ma'nilik tuyulishi mumkin. Ammo ruhimizni har turli yomonliklardan saqlab qolish va nafsining turli ofatlariga qarshi ruhimizni kuchlantirish faqat ozgina kishilarga beriladigan bir ne'mat bo'lib qoldi. Chunki shayton tomirlarimizda qon kabi eqib turadi. Atrofimizni qoplab olgan canlıq və cansız şeytanlar bizning bedenimizni emas, ruhimizni qul qilishga urinadi. Bu şeytanlar hech qachon yomon yo'ldan kelmaydi, balki biz intilayotgan, talpinayotgan yaxshi yo'llardan kelib bizni azdirishga tirishadi. Bir musulmonning ruhini paklash usuli oldi bilan Allohning kitobiga ergashish, ondan birinchi va oxirgi ustoz bo'lgan Muhammad alayhisalomning sunnatini o'rganish orqali amalga oshadi. Nimashqa demsiz? Chunki payg'ambar osmon bilan zamin yaratquchi bilan yaratilguchi o'tirisidagi vosita bo'lib, ruhni paklashdan iborat aqldan hal qilgan bu amalda o'sha payg'ambarning yo'l yo'riqi va ko'rsatmalarisiz nijot topolmaymiz. Bu xuddi kasbida tuq qozongan bir mahir ustaning o'z kasbini eng yaxshi bilganiga o'xshaydi. O'xshamaydigan yeri bu payg'ambarning kasbi insonning tirishchanligi bilan emas, balki Allohning tanlashi va kuch-quvvat berishi bilan bo'ladi. Shunga uningsiz yaratquchi bilan bo'lgan munosabatni qanday qilishni bilmaymiz. Bu kasb shu payg'ambarga xos, bu yo'l uningga xos. Bu yo'lni xohlagancha o'zgartirish, o'ydirib chiqarish, aql ishlatish qatorliq insoniy sifatning alohidaliklari bilan hargiz topqil bo'lmaydi. Shunga ruhimizni paklashda payg'ambarning sunnatiga ergashish, hadislarda zikr qilingan zikrlarni o'qish, kechalari sunnatga muvofiq tahajjud o'qish, har bir amalda uning programmasi va yo'l yo'riqlari bilan mang'andala haqiqiy ma'noda maqsadimizga yeta olamiz. Ulug' Alloh niyat maqsadlarimizga yetkazgay. Kelgendur nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri, hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan